So'nggi yillarda xorijiy davlatlar bilan investitsiyaviy, savdo va madaniy sohalardagi munosabatlar tobora kengaymoqda. Qashqadaryo viloyatida o'tkazilgan Qashqadaryo, Eron, Turkiya, Qozog'iston, Pokiston, Afg'oniston xalqaro biznes forumi ham yangi istiqbolli loyihalar uchun zamin yaratdi. Eron, Turkiya, Qozog'iston, Pokiston, Afg'oniston davlatlarining yirik kompaniyalari, ishbilarmon doira vakillaridan iborat delegatsiyaning Qashqadaryoga tashrifi o'zaro hamkorlik munosabatlarini yuqori bosqichga ko'tardi. Tashrif doirasida uchrashuvlar, taqdimotlar, biznes forumlar tashkil etildi. Tashrif doirasida Koson tumanida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlari ko'rgazmasi ham tashkil etilib, bu yerda tekstil, elektrotexnika, qurilish va oziq-ovqat mahsulotlari, shuningdek, qishloq xo'jaliklari texnikalari namoyish etildi. 3 xil turdagi iplarni ishlab chiqaramiz. Oyiga 200 tonnagacha eksport qilamiz. Hozirgi kunda yana eksportimizni kengaytirish ustida ish olib boryapmiz. Mana bugungi forumga hamkorlar bilan tijorat hamkorliklari bo'yicha kelishib oldik. Pokistondan kelgan korxonalar tikuv mashinalarimizga uskunalar, servis xizmatlari bo'yicha bizga takliflar kiritdi. Ishbilarmon doira vakillari ishtirok etgan biznes forumda vohaning investitsion salohiyati, mavjud resurslari hamda ulardan foydalanish bo'yicha taqdimotlar va istiqbolli loyihalar namoyish etildi. Xususan, hududning asosiy driver sohalari qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi, elektrotexnika, to'qimachilik, charm sanoati va turizm imkoniyatlari xorijlik sarmoyadorlarning e'tiborini tortdi. Biznes forumga keldik, ko'p narsani ko'rdik. Bu biznes forumda ishtirok etayotganimizdan mamnunmiz. Bunday forumlar o'zaro hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashda, yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston bilan qo'ni-qo'shnichilik, savdo va madaniy hamkorlik munosabatlarimiz ko'p yillik. Bu aloqalar bugun yanada keng rivoj topayapti. Bugungi forum nafaqat O'zbekiston, Eron, Turkiya, Pokiston, Afg'oniston davlatlari bilan do'stlik, hamjihatlik aloqalarini mustahkamlashda, birgalikda biznes loyihalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Forum davomida bir qator kelishuvlarga erishdik. Savdo-sotiqni yanada kengroq yo'lga qo'yish bo'yicha shartnomalar ham imzoladik. Forum ishtirokchilari Bunyodkor industrial texnoparki faoliyati va imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdilar. 40 gektar maydonni egallagan ushbu texnoparkda 50 dan ortiq lotlar tashkil etilgan bo'lib, ayni paytda undan oshiq istiqbolli loyihalar amalga oshirilyapti. Bu yerda barcha infrastruktura va kommunikatsiya tarmoqlari yaratilgan. Texnoparkdagi temir yo'l logistikasi, bojxona xizmati, ochiq va yopiq hamda sovutish omborlarining mavjudligi, markaziy ta'mirlash ustaxonasi, bank, soliq, transport, qo'riqlash xizmatlarining yo'lga qo'yilgani va boshqa qulayliklar biznes vakillarining e'tiborini tortdi. Forum qatnashchilari Texnopark taklif qilgan tayyor loyihalar hamda ularni amalga oshirish uchun bino va inshootlar bilan ham tanishdilar. Bugun Afg'on bozoriga O'zbekistonimizning mahsulotlari bilan chiqish bo'lyapti. Asosiy Afg'onistonga un, yog' mahsulotlari qiziq. Afg'oniston davlati bilan yog' bo'yicha 2 million dollarga Faxriyan Ltd korxonasi bilan shartnoma tuzdik. Afg'oniston aholisi juda katta, 65 million nafar aholi yashaydi. Katta ochiq bozor. O'zimizning boshqa yo'nalishlarda ham kirish maqsadimiz bor. Qurilish mollari bo'yicha, tekstil bo'yicha. Biznes forum ishtirokchilari Koson yog' kombinati mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati, bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, Bunyodkor tekstil majmuasidagi paxtaxom ashyosidan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon bilan yaqindan tanishdilar. Shuningdek, undan ortiq tadbirkorlik subyektlari savdo-sotiqni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvlarga erishdilar.